Bu voqea 1980-yillarda Toshkent metropoliteni yangidan qurilayotgan davrda sodir bo'lgan. Sir davrida Toshkent metrosi faqat jamoat transporti emas, balki maxfiy harbiy maqsadlar uchun ham qurilgani haqida turli mish-mishlar bor edi. Lekin 90-yillar oxirida bir qiziq voqea ro'y berdi. Bir necha odam yer ostida hech kim bilmaydigan tunnellar borligini aniqlab, ularni tadqiq qilishga qaror qildi. Maxfiy tunnellar. Qurilish muhandislaridan biri o'sha paytda ishlagan sobiq xodim do'stlariga maxfiy tunnellar haqida gapirib bergan. Uning aytishicha, metropolitenda rasmiy yo'llardan tashqari maxsus maxfiy tunnellar ham bor edi. Ushbu tunnellar hukumat a'zolari va maxsus xizmatlar uchun qurilgan bo'lib, ulardan faqat yuqori darajali shaxslar foydalangan. Bir kun bu muhandis va uning do'stlari bu tunnellardan birini topishga harakat qildi. Ular metro qurilgan joylardan biriga kirib, yer ostiga tushdi. Yer ostida yo'qolgan odamlar. Birinchi kirgan paytda ular oddiy metro tunnellaridan o'tishdi, ammo bir necha metr yurganlaridan keyin xaritaga kiritilmagan, rasmiy ravishda mavjud bo'lmagan yo'llarga duch kelishdi. U yerda eski texnikalar, sir davrida qolgan turli jihozlar va hatto noma'lum belgilar tushirilgan devorlar bor edi. Lekin ular tunnellarning biriga kirganlaridan keyin orqaga qaytish imkoni qolmagan. Qandaydir xavfli signallar eshitila boshladi va tunnelda yoritish o'chirildi. Guruhdagi 2 kishi orqaga qaytib chiqishga ulgurgan, ammo ularning bir do'sti yo'qolib qolgan. Ular qancha qidirishmasin, uni topa olishmagan. Hukumatning javobi. Bu hodisa Toshkentdagi mashhur tadqiqotchilar va jurnalistlar orasida shov-shuvga sabab bo'ldi. Bir necha odam bu tunnellarni o'rganishga harakat qildi, lekin tez orada hukumat ushbu hududga kirishni to'liq taqiqladi. 1999-yilda Toshkent metrosida qo'shimcha xavfsizlik choralarini kuchaytirildi. Aytishlaricha, hukumat maxfiy tunnellar haqidagi barcha ma'lumotlarni yo'q qilishga harakat qilgan. Ba'zi odamlar o'sha yo'qolgan odam hanuz ham yer ostida yashirin joyda qolib ketganini yoki uni maxsus xizmatlar qo'lga olganini taxmin qilishadi. Ammo bu voqeaning asli haqiqatini hech kim bilmaydi.